Masturbatsiyadan xalos bo'lish uchun nima qilish kerak? Agar bu doimiy holga va odatga aylanayotgan bo'lsa, bundan xalos bo'lish uchun o'zingizni chalg'itishingiz kerak. Ya'ni fikringizni boshqa bir foydali tomonga qarating. Va eng muhimi, ko'proq jismoniy band bo'lish kerak. Charchash kerak. Va yana muhim tomonlardan biri shundaki, siz o'zingizni uyg'otadigan filmlarni kamroq ko'rishingiz va gaplarni kamroq eshitishingiz, bunaqa mavzularga kamroq e'tibor qaratishingiz kerak. Juftliklar bir xil paytda orgazmni his qilishi bu miftmi yoki faktmi? Bu albatta fakt. Agar juftliklar bir-birini his qila olsa, bir-birini tushunib, bir-birlarining xohishlarini hurmat qilgan holda jinsiy aloqa bilan shug'ullansa, bir xil vaqtda orgazm paydo bo'lishi bu juda ham real holat hisoblanadi. Homiladorlik farzandning eng muhim davri hisoblanadi. Agar ayol homiladorlik davrini qanday o'tkazsa, bolaning rivojlanish davri xuddi shunday bo'ladi. Shuning uchun homilador ayollarga ko'proq uxlashni, ko'proq dam olishni va o'zlari sevgan ishlar bilan shug'ullanishni va butkul xotirjam bo'lishni maslahat beramiz. Erkaklar aloqa vaqtini uzaytirish uchun har xil gel, tabletkalardan foydalanishadi. Bu foydalimi yoki zararlimi? Hozirgi vaqtda O'zbekiston muhitida eng ma'qul mahsulot bu soft spreylar hisoblanadi. Gel va tabletkalarni maslahat bermayman, chunki ular organizmga yana ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Sprey esa faqatgina tarkibida lidokain borligini hisobiga u sezuvchanlikni kamaytirib beradi va organizmga uni hech qanaqa zararli joyi yo'q. Qizlar 18 yoshda jinsiy aloqa qilish uchun tayyor bo'lishadi. Ko'pchilik manbalarda 16 yoshda qiz bola tayyor bo'ladi deyshadi, lekin ba'zi qizlarda 16 yoshda hayz siklining rivojlanish davri davom etayotgan bo'ladi. Shuning uchun mutaxassislar bir ovozdan qizlar uchun jinsiy aloqa vaqti boshlanishini 18 yosh deb qabul qilishadi. Jinsiy aloqa vaqtida qanday qilib miyani o'chirib va xotirjam bo'lish mumkin? Chunki bu jinsiy aloqa sifatiga juda ham ta'sir qiladi. Inson o'zini erkin his qilishi va o'ziga erkin bo'lishiga ruxsat berish kerak. Agar siz jinsiy aloqa boshlanishidan oldin ongingizda sizni qiynayotgan muammolarning barchasini xuddi bitta knopkani o'chirgandek o'chirib qo'yganingizni tasavvur qilsangiz, bu sizga albatta yordam beradi. Do'stona jinsiy aloqa. Do'stona jinsiy aloqa bir-biriga hech qanday majburiyatlarsiz jinsiy aloqa qilish va buni qanday yaxshi va yomon tomonlari bor. Bu balki partnyorlar uchun yaxshi, xavfsiz bo'lishi mumkin, lekin ruhan jihatdan insonni stressga olib keladi. Bu O'zbekistonda kam foizda mavjud. Ikkinchi xotin mavzusi hozirgi paytda bizni muhitimizda juda ham aktual mavzu hisoblanadi. Buni sababi, eng birinchi sababi shundaki, biz farzandlarimizni o'zimiz istagan insonlarga uylantiramiz yoki turmushga beramiz. Ular bitta biz uchun, bitta o'zlari uchun uylanishadi. Shuning uchun farzandlaringizni o'zingiz xohishlaringiz uchun ularga yoqqan, yoqmagan yoki mansabiga, puliga qarab duch kelgan insonga uylantirishga yoki turmushga berishdan oldin o'ylab ko'ring. U ikkinchi marta o'zi uchun uylanishni yoki turmushga chiqishni xohlab qolishi mumkin.